Siz ham Qur'on o'qiganingizda ushbu kalimaga ko'zingiz tushgani aniq. Bu kalima Qur'onda ikkita joyda keladi. Ikkita joyda kelsa-da ikki xil ko'rinishda keladi. Buni siz ham ko'rgansiz. Nima uchun bunday kelgan deb o'ylagansiz? Bu shunchaki xattotlar tomonidan mushafga sig'dirish uchun yoki chiroyli qilish uchun yozilgan deb o'ylaysizmi? Yo'q, unday emas. Buni tagida juda ham ko'p sir asrorlari bor. Hozir alifga tegishli bo'lgan bu sirlardan birini men sizga aytib beraman. Bu kalima A'rof surasining 201-oyatida va Qalam surasining 9-oyatida keladi. A'rof surasining 201-oyatida taqvodor kishilar ularga shaytondan biror bir vasvasa yetsa Alloh taoloni eslaydilar deydi. Ya'ni ma'noga e'tibor beradigan bo'lsak, shayton tomonidan biror bir vasvasa yetadigan bo'lsa, taqvodorlar darhol Alloh taoloni eslab bu vasvasani bartaraf qilishadi. Ya'ni bu yerda vasvasa mana shu oif hech qanday qiymatga ega bo'lmayapti. Ya'ni buni amali kesilyapti. Ya'ni bu maqsadiga erisha olmasdan mana shu yerda amali kesilyapti. Shuning uchun alifni hazf qilishgan, ya'ni tushirib qoldirishgan va uning o'rniga mana bunday kichkina alif yozib ketishgan. Keyingi oyatda aytiladiki, ular uxlab yotgan vaqtda bog' ustida Robbingiz tomonidan bir olov kelib aylandi-yu, butun bog' yonib kul bo'ldi deb keladi. Ya'ni bu yerda o'z amalini bajarib ketyapti. Birinchi oyatga e'tibor beradigan bo'lsak, u yerda amali kesilgan deb alif tushib qo'ygan. Endi esa bu oyatda bo'lsa o'z amalini bajarib ketganligi uchun alif sobit holda saqlanib qolyapti. Mana shunday qiziqarli ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying. Mana shu videoga like bosib, do'stlaringizga maksimal tarqatib qo'ying.